Yashil yo'lak. Amerikalik yozuvchi Stiven Kingning 1996-yilda yozilgan seriyali romani. Aybsiz bo'lsa-da, o'lim jazosiga hukm qilingan mahbus Jon Koffey va qamoqxona nazoratchisi Paul Edgecombning uchrashuvidan boshlab hikoya qilinadi. Paul o'limga mahkum bo'lgan qamoqxonasida qo'riqchilar boshlig'i bo'lib xizmat qiladi. Bu qamoqxona yashil rangli poli tufayli yashil yo'lak deb ataladi. Yo'lak oxiridagi xonada qatl uchun elektr stul bor bo'lgan xona joylashgan. Qo'riqchilar jami 3 ta bo'lgan va 1932-yilda gubernatorning qarindoshi bo'lgan shafqatsiz Persi ham nazoratchilar safiga qo'shiladi. Kuzda qamoqxonaga 2 nafar oq tanli qizlarni zo'rlash va o'ldirishda ayblangan Jon Koffey ismli bahaybat qora tanli ham o'limga hukm qilinadi va qamoqxonaga keltiriladi. Koffey juda muloyim, oqko'ngil inson bo'lib, qorong'ilikdan qo'rqadi. Paul Jon Koffey haqida gazetadan o'qib bilib oladi. Jon Koffey o'zidagi mo'jizaviy qobiliyati orqali Paulni anchadan buyon qiynab kelayotgan kasalligidan davolaydi. Shundan so'ng qamoqxona rahbari Murning xotinini ham xuddi shu mo'jiza orqali davolaydi. Shundan so'ng Koffeyning o'zi ham kasal bo'lib qoladi va nihoyat Jon Koffeyning qatl kuni yetib keladi. Jon Koffey Paulga odamlarning dardini o'ziga olishdan charchaganini, ketmoqchi ekanligini aytadi. Qatl vaqtida qamoqxona xodimlari yig'lashadi. Ular bilishardiki, Xudoning mo'jizasini o'ldirishayotgan edi. Koffeyning teginishi tufayli Paul 104 yil umr ko'radi. U eski omborga kirganida u yerda sichqon janob Jinglsni uchratadi. Shu vaqtda dunyodagi eng keksa sichqon vafot etadi. Yashil yo'lak romani 1996-yilda eng yaxshi asar nominatsiyasida Bram Stoker mukofotini qo'lga kiritgan. 1997-yilda eng yaxshi asar nominatsiyasida British Fantasy Awards sovriniga loyiq ko'rilgan. Bundan tashqari shu yilda shu nominatsiya bo'yicha Lux sovrinini ham qo'lga kiritadi. 2003-yilda BBC talqini bo'yicha Buyuk Britaniyaning eng ko'p o'qiladigan asarlari ro'yxatiga kiritilgan.